Ko'pchilik psixologlarda yana bitta holat kuzatishingiz mumkin. Siz nima bilan ishlaysiz? Qoidalarni bilishingiz kerak. Ya'ni siz insonlarda psixologik, ruhiy holat bilan ishlaysiz, ya'ni hissiyotlar bilan ishlaysiz. Tushunyapsizmi? Agar ular o'zlarining hissiyotlarini tanimasa, foydasi yo'q. Sizda vazifangiz nima vazifani bajaradi? Ko'zgu vazifasini bajaradi. Da, любой odam o'zini agar ko'ra olsa, keyin natija bo'lishi mumkin. Agar o'zini ko'ra olmasa, natija bo'lmaydi. Agar qoidalaringizda bu bo'layotgan bo'lsa mayli. Ya'ni meni o'sha psixologning vazifasi mijozga o'zini ko'rsatish. Bu bormi qoida yo'qmi? Bora? Bo'ldi. Ha, bo'lsa bo'ldi. Sizlar bilan biz o'tgan haftada qaysilarda bitta ko'rib chiqqandik? Aha. Boshdan boshlaymiz. Nimalarda o'tdik? Ya boshdan. Struktura. Aha. Gestalt. Bunun işte individual, nima bo'lmaydi, tug'ilish tartibi, komplekslar. Молодец. Так, neobehaviorizm. Qaysi nada turdik? Neobehaviorizm. 8 ta asosiy g'oyasini o'tdikmi yo'qmi? Faqat siz dars tashlab bermaysizda? Ha, bugun tashlab beraman. Fon figuraga o'tdik, gestalt o'tdik, fon figura o'tdik, gestalt o'tdik. Da, fon figurani tushundingiz, ha? Tushundik. Figura birinchi asosiy maqsad. Молодец. Hozir mana e'tibor bersangiz, hozir tug'ilgan kun figura edi bizlar uchun. Endi ha, Endi dars figura Молодец. tug'ilgan kun zo'r, zo'r. Uni zo'r tushunaylik ana shu fon figura. Ana men zo'r tushundirdik. Ana shuni qo'llaganimdan beri zo'r men birda anavi Ha. nima ekib oladi. Qaysini? Dilmurod darsdan Diqqatni jamlash yaxshi bo'ladi. hamma ochib ketdi. Dilmurod darsdan keyin. Figura boshlash bilan darsdan keyin ochiladi. Qachon bo'ladi? Madam, menda ma'lumot ko'p, qilib boshlash bilan bo'ladi. Yaxshi. U ham ke Dilmurod. Ma'lum qoladi, birinchi marta uni ochib ketgan. Lekin ana shuni qilish kerak ekan. Nima deydi o'zi? Instagramda ruxsat olgan. Reklama qilish kerak. Instablok kerak bu shart. Demak, 4-chi motivatsiya huquqini boshqaradi. Buni o'tdik manimcha. Yo'qmi? Yo'q, bular o'tmadik. Labirint o'tdik-ku. Oxirgisi shu fon bilan figura edi. To'xtang, fon figura. Bilan o'tdik. Bular o'tdilar, fon figura. Ha, buni o'tdik. Ta'limda o'tdik buni. Biznesda ma'no ko'rsatsa yaxshi ishlaydi. Amaliy psixologlar uchun motivatsiyani aniqlash savol beradi. Buni yozuvdikmi yo'qmi? Ya'ni uni qaranglar, bo'ldi. Amaliy psixolog uchun foydasi deb aytibdi. Ya'ni siz o'sha motivatsiyani aniqlaysiz. Ya'ni qanday qilib aniqlaysiz? Nima uchun buni qilyapsiz? E'tibor bersangiz agar motiv bor va motivatsiya borda. Motiv maqsad, motivatsiya maqsad deydigan. Молодец. Demak, mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin mijoz. Ya'ni mijozni bu orqali savol berasiz. Misol uchun deysiz, siz nima uchun buni qilyapsiz? Siz nima uchun eringizni uryapsiz? Oddiy misol. Siz nima uchun o'sha ishdan bo'shamoqchisiz? Aynan bu savol uni motivatsiyasi nimaga qaratilganligi yoki motivi nimada ekanligini aniqlab beradi. Bu savol. Yoki bo'lmasa sizni nima to'xtatdi aynan shu vaziyatda? Bu aytadiki, mijoz misol uchun
farzandlari bilan uni hayotida birinchi o'rinda turgan narsa farzandlari bo'layotgan bo'lsa, mijoz aytadiki, mani to'xtatgan narsa farzandlarim deb javob beradi. Tushundingizmi? Ya'ni bu savollar uni motivini aniqlashga yordam beradi. Buni siz diagnostikaga yozib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni mijoz kelgan vaqtda siz unga savol berish tartib bo'ladi bu o'rtoqlar. Tushundingizmi? Mijoz kelgan vaqtda siz unga savol berasiz. Nima uchun siz bu ishni qildingiz? Yoki sizni nima to'xtatyapti degan savollarni berasiz. Keyingisi kutishlarni o'zgartirish. Mijoz o'ylaydi, men baribir yutqizaman. Psixolog yangi tajriba yaratadi. Tushundingizmi? Birinchi mana buni yozib oyladi ikkalasini. Sizlar bilan hozir amaliy o'tishimiz kerak-da bugun. Buni mana bu qoidadan yetib. Diagnostikaga yozing. Qani diagnostikasiz? Tamir, men podstavkacham olib keling, efir qilamiz. O'sha gruppadan hozir Конечно. Bo'lsa aytasiz. Lekin bu tarafda qo'yish kerak yoki Nilufar oldidan qo'yish kerak burchakda. Namir ko'ring o'zingizdan bitta. Qarang, qizlar baribir. Dars uchun javoban o'tirib harakatlantirish kerak. Yo'q. Ovoz ochilsa bo'ldi. Ha, ovoz tinib ketdi. Bizni diagnostika em. Qaysi? Men baribir yutqizaman. Mijozning o'yida shu narsada. U o'sha pozitsiyaga kirib qolgan o'zi. Men baribir yutqizaman. Buni foydasi yo'q deb aytadi. Psixologning vazifasi aytmang, o'zi tushunib yetish kerak. Yo, masalan, ha, siz aytadi, men baribir yutqizaman. Yutqizishingiz qayerdan bilasiz? Tushundingizmi? Ha, men shuncha payt yutqizib keldimki. Shuncha payt nima uchun yutqizdingiz? Ya'ni sizda qarang qizlar, yangi tajriba degani siz savol bergan vaqtingizda uni o'zi anglab yetish kerak. Agar o'zi nima uchun yutqizdingiz? ha, masalan aytasiz, nima uchun siz o'sha vaqt yutqizdingiz? Misol uchun mijoz aytadiki, o'sha shu yerda o'sha o'ylab qoladi, o'sha insight uni ishlab ketadi. Chunki u kallasi ishlab boshlaydi-da. Chunki u savolni shu paytgacha o'ziga bermagan. Nima uchun yutqazishi mumkin, nima uchun qila olmaganligi to'g'risida. Misol uchun aytibdiki, hozir aytamiz. Bahor aytib, "Bahora, davay trening o'ting" desam, Bahor aytibdiki, "Men trening o'ta olmayman." "Qayerdan bilasan o'ta olmasligini?" debman. Keyin o'ylab, "Chunki hech qachon o'tmaganman-da." "Sen o'tib ko'rsa ham bilasanmi, yo o'tmasdan turib bilasanmi?" deganimdan keyin o'sha o'ylab qoladi. Demak, savol boshqacha. O'tganman, lekin ko'pinchalik ham yaxshi chiqmagan. Ha, nima uchun yaxshi chiqmagan? Hayajonlanganman. Ha, nima uchun hayajonlangansan? Odamlarda o'sha fikrdan qo'rqqanman. Yaxshi, sen hozir odamlarning fikri sen uchun muhimmi yoki bajarishing? Bajarish. Unda nima qilasan? Bajarish kerak. Qachon bajarasan? Trening degani shu joyga aytib ketdik, 16-iyun kuni men trening o'tyapman. Zo'r. Madaka To'g'ronni.
sizlarga taklif qilaman. Borasizda siz. 16-chi qaysi kuni tushadi? Seshanba bo'lyapti. Ko'ramiz. Toshkentda bo'lmasam agar. Armiya jo'ralar ham o'tiribdi. Endi baribir ustozimsiz. Va shular Ardak psixologga ham aytganman. Birinchi endi kimdir chiqish kerak-ku, o'shadan bo'lyapti. Ya zo'r. Shunaqa. Dastur qiling bitta. Yordam kerak, yordam baribir. Dastur qilish kerak, treninglar qilish kerak. 20 ta nechta odam bo'ladi? 30 dan, 40 dan. Najot bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Ha, najot bo'ladi. O'sha hokimiyatlarga aytganman shu naqa. Malades. Bepulmi pullikmi? Pulli. Malades. Standart bepul. Sotilyaptimi? Zo'r, malades. Omadingiz bersin. Qo'rquvim bor, lekin baribir chiqishim kerak. Ha, 5 ta odam keladi. O'zim qo'rquvim yegisiga nima qilaman? O'sha demaysan, shu 5 ta odamni yeyish biliming bor ekan, 5 ta odamni yeydigan energiya bor ekan. Bu safar endi ko'proq zato senda tajriba bor. Malades. O'zim Zo'r. Ustoz Bodir aka bu safar ham merakga olib ketamiz. Nasib bo'lsa. Treningni. Bu dars endi ketmadim, darsiz bordim. Yomon qarshiliklar bo'lyapti lekin. Nimada? Qaranglar. Sizlarning vazifangiz nimada bo'ladi? Savol berish orqali mijoz chuqurroq anglab yetish kerak. Vaziyatlarni, holatlarni buni birinchi navbatda farzandlaringiz bilan, birinchi navbatda yaqinlaringiz bilan qilinglar. Birinchi navbatda o'zingizni atrofingizdagi odamlar bilan shuni qo'llang. Ilgari faqat gapirib, maslahat berib ketgan bo'lsangiz, yo'q, sizning vazifangiz maslahat berib, gapirib ketish emas. Sizning vazifangiz uni anglashga yordam berish. Endi masalani ikkinchi tomoni turadi. Unda bo'lsa anglaydi. Bo'lmasa qayerdan anglaydi? To'g'rimi? Bo'lmaganidan keyin nima qilish kerak? Yangi tajriba yaratadi degani endi shu. Nilufar aytdiki, oxirida biz unga konkretni aytamiz, yo'lni ko'rsatamiz. Qachon shunaqa? Bilmayman deb. Qolmaydi o'zi, bilasiz, qolmaydi o'zi, hech narsa yo'q, tagiga yetib keldi. Ha. Masalan, nima tajriba aytasiz? Yangi tajriba. Keling bitta vaziyat aytamiz. Misol uchun, deylik, sizni oldingizga mijoz keldi, xotin keldida aytibdiki, biz har doim janjallashamiz. Biz kelisha olmaymiz deb aytibdi. Siz savol beribsiz, nima uchun kelisha olmaysiz? Damir, bitta shuni ham mikrofon ulang, ovoz bormaydi ularga ham. Efir yondimi? Efir yondi, lekin zvuk ta'bir qo'shib qilib eshitib turishdi. Ekrani yozmay. Hozir quloq qo'yadi masalan. Mikrofon yopiq. Mana eshityaptiki bular ham 3 kishi. Mikrofon yopiq, ular gapirmoqchi ekan. Yo'qlar mikrofon. Ular savolni bersin birdan. Demak, qanaqa etapda bo'ladi? Nimasini aytdik biz? Er-xotin. Ha. Er-xotin masalasida aytibdi, er-xotin biz janjallashamiz. Bir-birimizni tushunmaymiz deb aytibdi. Siz aytibsiz, nima uchun janjallashasiz? Bilmadim, biz boshdan-bosh janjallashamiz. Yoki ayolim meni tushunmaydi yoki men ayolimni tushunmayman deb aytibdi. Bildingiz, oxirida to'xtab qoldi. O'sha ularda variant yo'q. Sizlar eshitishi kerak variantlaringiz ularda bor-da. Sizlar aytmoqchi bo'lgan gaplar ularda bor. Agar ularda bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha gapni keyin gapirasiz. Masalan, to'xtadi Nilufar. Qayerda to'xtadi? Ha, biz bilmaymiz. Biz endi hayotimiz yaxshi bo'lishiga ishonmaymiz. Hammasi qilib ko'rganmiz biz. Ha, yaxshi hayot qanaqa bo'ladi degan vaqtingizda u aytadiki, bilmadik qani yaxshi hayot qanaqa bo'ladi. Bilmadingiz, aytsa-chi, masalan bir Yo'q, aytsa boyagi yangi tajribasi kerak bo'lmadi. Aytmagan. Qaranglar, yangi tajriba degani, siz oddiy misol deylik, tasavvur qiling, bitta uyga kiryapsiz-da, siz quruvchisiz. Uyda mana bunaqa uy borda va bilib ko'rdingizki, mana bu yerdan bitta uy qursa bo'ladi, bu yerdan uy qursa bo'ladi. Tushuncha, egasini fikrini eshitdingizda, egasini fikrida bular yo'q. Siz nima qilasiz? Ana shu tajribani berasiz. Mana bu uy qursa bo'ladi, mana bunday qilsa bo'ladi degan tak maslahat bo'ladi-yu. Maslahat yangi variant bersa bo'ladi. Sen ayoling bilan chiroyli yashashing mumkin, hayoting boshqacha bo'lishi mumkin. Yomon, ko'proq vaqt ajratishing mumkin. Yomon odatlarga berilmasligi mumkin. Men erkak bilan suhbatlashdim, yaqinda bir kishi bilan suhbatlashdim, aytibdiki, shu ayolim o'sha o'qigan yomon ayol kishini o'qisa unday bo'ladi, o'qisa bunday bo'ladi. Men aytaman, sen qayerdan bilasan debman. Ayol kishi o'qisa yomon bo'lishini debman. Keyin jim bo'lib qoldi savli. U aytibdiki, chunki men ko'rdimda qanchadan qancha o'qigan ayollar oilasi buzilib ketdi. Ularning oilasi nima uchun buzildi? Sen o'sha gap tugatdi, yo'q edi o'sha variant unda.
Ular oilasi nima uchun buzildi? Chunki eri o'zgarmadi, eri rivojlanmadi, eri tushunib yetmadi. Men aytdim keyin o'sha jangda. Keyin u eshitgan odam hayron qoldi, o'tirdi, ha deb, to'g'ri deb aytibdi. Demak, meni o'zim bilan birga rivojlanishim kerak ekan debdi. Albatta. Sen o'zi ham o'sishing kerak, rivojlanishing kerak. Shunda munosabatlar mustahkam bo'ladi degan gap bu yangi tajriba u uchun. Tushunarli? Sizlar uchun ham hozir men bu yerda berilayotgan bilimlar yangi tajriba deyiladi bu. Tushundingizmi? Shuning uchun siz mijozni diagnostika qildingizmi? Uni ko'rdingizmi? Unga yangi tajribalar berish kerak. Olish shart. Keyingisi. Bitta amaliy qilamiz. Kim chiqadi? Qo'lingizda daftaringiz, bloknotingiz bilan chiqsangiz ham mayli. Shpargalka sizga. Mana stolchani olib kelasizmi bittasini? Kim chiqadi? Konsultatsiya. Nilufar, davay, siz chiqqaningiz yo'q. Qachon chiqdingiz? Ha, davay, kim chiqadi? Xohlasangiz, men psixolog bo'laman birinchi. Keyin men sizlardan so'rayman. Xohlasangiz, birinchi sizlar pishiraman sizlarni. Birinchi sizlar mijoz bo'lasizlar, keyin men psixolog. Farqi yo'q qanday bo'lsangiz. Xohlasangiz psixolog bo'linglar. O'tiring, stol chopkilar. Bunga mikrofon kerak emas ekan. Lekin translyatsiyasi mikrofon qabul qilmoqchi o'zi. Bumi? Nima? Bir boshqa hujjat video chiqmoqchi bo'ldiki, Aha. o'shanda mikrofon zo'rlaydi. Ben kamera qanday xiradi, Damir? Nima? Kamera xira qarang. Endi Translyatsiya kechirasiz. Translyatsiya o'zini kamerasida bu. siz psixologmi? Oling, daftaringizni oling. Oling daftaringiz. Daftarni yozmaganman. Bo'ldi. Men mijoz bo'laymi, psixologman? Psixolog bo'la qoling. Psixologman. Давайте boshdan boshlaymiz bo'lsa, keling. Boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, marhamat. İşleringiz yaxshimi? Charchamaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, men ismim Firdavs, psixologman. Sizning ismingiz? Dildora. Tanishganimdan xursandman. Oldin psixologda bo'lganmisiz, Dildora? Bo'lgansiz, ha? Ikkalamiz o'rtamizda gap. Qarang, oldin psixologda bo'lganligi menga ahamiyati yo'q. Prosta nomiga so'radim. Tushundingizmi? Keyinchalik kerak bo'lar. Tushundingizmi? Ha, yo. O siz chalg'itadi meni. Bunga emas. Yo, gap unda emas, noto'g'ri xulosa. Balki unga puli yo'qdir. Ikkinchi marta borishga. Ikkalamiz o'rtamizda gap, ikkalamiz o'rtamizda qoladi. Sizga savol bergan paytim to'liq javob bersangiz, qaysi vaziyatga yechim topishimiz osonroq bo'ladi. Siz gapirayotgan vaqtingizda men yozib olaman, u narsaga e'tibor bermaysiz. Kelishiga? Yaxshi, Dildora, psixologga kelishdan maqsadingiz nimada? Qarang, undan oldin meni qo'limda o'zimning unaqam bor, bilasizlar? Unda yozaman. Nechinchi yil Dildora? 91-yil yozib oldim, Dildora. Oilaviy holatingiz qanaqa? Oilaliman. Diagnostika ko'ryapsizmi? Oilaliman, 3 ta farzand. Endi qaranglar qizlar. Ha. Chunki bu bilan men terapiya olsam, Nilufar, bu doimo ishlayman-da bu bilan. Tushundingizmi? Da, ertasi kun keladi-yu. Ertasi kun kelganda menda o'sha bu haqda ma'lumot bo'ladi. Yaxshi, psixologga kelishdan asosiy maqsadingiz nimada, Dildora? O'zimdan kechib kelib chiqib o'taymi? Farqi xolos. Birortasini toping, birortasini o'ylang. Ishxonangizda kimga biron-kim bo'lolmadigan o'sha problemani ko'tarib chiqing, shu dolzarb blok bo'lsin. Shunda bu qanday nima? Dolzarb blok muammoyi nima? O'zingizdagi bironta kamchilik aytishingiz mumkin, minusingizni aytishingiz mumkin. Ha, masalan, men juda ham shu yuraman. Rosa emotsionalman. Yaxshi, bu nima yomon tomoni bor? Yaxshi yomon tomoni bemalol hammani do'st bo'lib aytaveraman, ketidan taniyman. Aha. Qachon bo'lgan oxirgi marta pand yeyishingiz? Yaqinda. Nimadan bo'ldi? Bemalol ko'nglimni ochib aytgan narsam o'zimga qarshi noto'g'ri informatsiya bo'lib yetib kelgan. Nima uchun ko'nglingizni ochib gapirdingiz?
o'sha paytida stress holatida bo'lgan bo'lsa. Stress. Har doim stress holatda shunday qilasizmi? Har doim stress holatda siz o'zingizga kimgadir gapirasiz. Gapirish nima beradi sizga? Nima his qilasiz gapirganingizdan? Gapirganingizdan yengillik bo'ladi. U odam borib aytsa-chi, kimgadir u gapni eshitganingizdan keyin nimani his qilasiz? Qattiq jahlim chiqib, keyin distansiya saqlayman. Qaysi biri og'irroq? Tamir telefon bo'lyapti, qarang debdi. Qaysi biri og'irroq? Ayni paytda Gapirishingizmi? Jamashirmasmi? yoki Bitta javob berasizmi? Unaqa so'raydi kod. Gapirishingiz og'irmi? Labaydi. Gapirishingiz og'irmi yoki gapirishingiz siz gapingiz kimdirga gapirishlari og'irmi yoki gapirmasligingizmi? gapirish, kimgadir men gapirishlari og'ir. Og'irroq. Asorat baribir o'zimga keladi. Zo'r, asorat og'irroq. Demak, siz kimgadir gapirmasangiz, uncha og'riq his qilmaysiz, lekin gapirsangiz va kimdandir eshitsangiz, u og'riq kuchliroq bo'ladi, to'g'rimi? Ha, yaxshi. Bu qancha vaqt yana davom etmoqchisiz bu narsani? Mana shu narsani o'zimda harakat qilyapman o'zgartirishga. Ko'pincha yutuqlarim va kamchiliklarim haqida ko'pchilik bilan ulashishga o'zi odatlanganman. Shu narsaga qarshi o'zimda harakat qilyapman maksimalni bir qilib. Yaxshi, qanday harakat qilyapsiz? Gapirmaslikka, ushlab qolishga. Aha. Bu nimani beryapti sizga? Men yaqinda e'tibor berib turdim. Kimnidir yutug'ini eshitgan paytingizda ko'nglingizda unga nisbatan havas bilan birga hasad ham shakllanib ozgina sezilar ekan. Men shu narsaga e'tibor bermasdim. Chunki asosan o'zim gapirganman, o'zimni yutuqlarimni gapirganman, o'zim quvonchim, qolganlarni deyarli eshitmagan. Ana endi eshitish boshladim. Har birini aytgan gapini endi eshitish boshladim. Balkim oilada turmush o'rtog'im oilasidan ham, o'zim oilamdan ham, aka-ukalarimni ota-onamga e'tirozi balkim shundadir. Men yutuqlarim aytib degan misolda ular maqtayapti-da, qolganlariga apangga o'xshashing kerak, singlimga o'xshashing kerak, apangga o'xshashing kerak degan sari ularda menga nisbatan qandaydir nafrat shakllanyaptimi? Bu narsani ular ba'zida yig'ilib qolganda aytib qoladi, ba'zida jahli chiqqanda aytib qoladi. Nima deb aytib qoladi? Ba'zida faqat mana buni qaraysiz. Buni bolasiga qaraysiz, buni hamma vaqt haq. Nimaga mana shunday qilmaysiz? Nima mana shunday? Ha, bu masalan men bu narsani yo apam yo ukam haqida bu narsada fikrim yo'q. Mana ular bilan men o'zim sustirablik qilish. Ularni shu narsa azob berar. Bu narsa menga yoqmaydi. Ular meni konkurent sifatida emas, aka qadrdon sifatida his qilishni xohlayman. Konkurent sifatida qabul qilishlariga sabab nima bo'ldi, nima deb o'ylaysiz? Ko'pman maqtanganimdir. Ota-onamga, ota-onam xursand bo'lsin, yutuqlarimni aytsam, ular xursand bo'lsin. Shuncha qilgan natijalarimizni samarasini his qilsin degan ma'noda hozir ayni paytda ular tushkunlikka tushib yuribdi ko'p narsadan. Bu narsa boshqa tarafdan yangilik kelsa ular qattiqgina xursand bo'ladimi? Nimadir tomonlama ular yangilikdan xursand bo'ladimi? Bitta bo'lmasa farzandim hayotda yoki ana noto'g'ri ketayotgan bo'lsa ish faoliyati, ikkinchisida bo'lyapti-ki degan ma'noda bir nurga intilish bo'lsin, xursand bo'lsin degan ma'noda men ota-onamni haftada bir vaqt ajrataman, o'zim tashkillashtiraman, hafta davomida, kun davomida erishgan yangi ma'lumotlarni har bitta quvonchimga sherik qilishga harakat qilaman va yomonlarini aytmaslikka harakat qilaman. Men ketganimdan keyin
esa ular o'rtasida konflikt bo'ladi. Men bu narsani tushunmayman. Bo'lmagan xatoymi yoki bu to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Oldin yutug'imda bo'lardim, hozir xatoyimmi deb o'ylayapman. Lekin ota-onamga nisbatan baribir ham bu noto'g'ri emas-da. Sizni hatto agar sizga qanaqa reaksiya bildirmasalar, xato deb hisoblamagan bo'lardingiz. Ular o'zini men bilan taqqoslab, ota-onam bilan talashmasdi. Demak, siz keyingi safar qanaqa yo'l tutsangizki, bu holatga kelib chiqmaydi. Aytmasligim kerakmi? Sizdan so'rayapman shuni. Aytmasligim kerakmi? Kimga aytmasligingiz kerak? Ota-onam oldida yoki o'zlariga aytishim kerak yoki hammasini oldida aytmasligim kerak. Chunki baribir ketganimdan keyin ularga aytibdi. Kim aytibdi? Ota-onam sen ana epli olyapti, sen epli olmayapsan. Nima uchun shuni ota-onangizga tushuntirmayapsiz? Yangi tajriba tepada bordi-ku, ko'rdingizmi? Yangi tajriba berdim. Nima uchun siz ota-onangizga shuni aytmayapsiz? Aya, meni yutuqlarimni gapirmay singillarimga. Men bir necha marta aynan shu gap aytganim emas, lekin men deb ko'rdim. Men bolalarimni bir-birini ikkiga taqqoslamayman. Bu bola konkurensiya, bola bir o'zini ota-ona balkim uni o'zgartirish uchun aytadi. Men buni sifatida aytyapti, lekin bolada bu narsa konkurensiya olib keladi. Men bolalarim bir-biriga konkurent bo'lib katta bo'lishini xohlamayman. Shuning uchun har bittasining individual xususiyati uchun maqtayman va taqqoslamayman. Hattoki men bitta bolamni bitta sinfda bitta cho'chiga bermayman. Kelasi yil hali orasi 4 yoshda. 4 yosh bo'lgandan keyin bunisi boshqa katta gruppaga o'tsa, bunisi o'rniga keladi. 3 ta bolam ham orasi 4 yosh. Men hozir konkurent taqqoslash bo'lmasligi uchun aynan o'sha cho'chaga yoki o'sha maktabga, o'sha ma'limga bermayman. Bu narsani men oilamda sog'lom muhitni shakllantiryapman, lekin kim o'zimni ota-onamni oilasida bu narsani o'zim buzyapman. Yo'q, sizga emasda buzilish. Ota-onangizdan to'g'ri. Siz uni ota-onangizga nima uchun to'g'ridan-to'g'ri aytmayapsiz? Demakki, ota-onamga aytishim kerak. So'zdan shaxsan narsani qarang. Может, bu kishilar qanaqadir bolaliklarda travma qilgan, o'zlarini может tan oldirish xohlaydilar, qandaydir, tushunibsizmi? Men ikkinchi farzand bo'lganman. Shuni savolni berishingiz kerak-da. Nima deb savol bersam? Nima uchun, o'zi nima uchun siz yutuqlaringizni ota-onangizga gapirasiz? O'zingiz tan oldirish uchun tushunibsizmi? Bo'lganda shu narsa travma bo'lib qolgan sizda. Ha, bu narsani men tushunib yetganman, sabab shu narsani tushundimda hozir. Men bu narsani yoshim katta bo'lib ulg'ayganimdan keyin tushunib yetdim. Sabab ota-onam turmush qurganidan keyin opam tug'ilmasdan oldin ota-onam отдельно yashashga majbur bo'lgan, hayot taqozosi bilan 6 yil. Keyin otam qaytib kelgandan keyin orada yashalgan, lekin men tug'ilganimdan keyin dadam ko'z ochib ko'rgan farzandlar sifatida meni birinchi ko'rgan. Meni chaqaloqligimdan katta qilganlar. Hamma vaqt dadamni yelkasida, achog'ida katta bo'lganman. Uydagi hamma eng yaxshisi menga bo'lgan. Apamni bu mehrni ola olmayapti deb onam ko'p avaylab meni ko'p urishgan. Undan keyin ukam tug'ilgan, apamni olib yurishgan, keyin singlimni olib yurishgan, men har doim uyda qolganman. Ko'p qarindosh urug'larimiz даже yaqin-yaqingacha meni tanimaydi. Singlim tug'ilgan, undan keyin har doim qanday desam, ayam tomonidan mana negativ ko'proq bo'lgan. Dadam hech kim e'tibor berib, hech kim ishonch berganidan teskarisi bo'lib ketganda. U kishi esa faqat bunga mehr beryapti. Bularchi degan narsa u kishida shakllangan. Yillar o'tib, ota-onam, aka-ukalarim hammasini oilaviy munosabatlar va hamma bordi keldilar analiz qilib bo'lib, ana endi onam tushunib yetdi. Sog'lig'i ketganida, kimgadir muhtoj bo'lganida, moddiy ma'naviy jihatdan barqaror orqasi suyana oladigan odamni kimligini tushunib yetgandan keyin onam o'sha ochildi. Endi meni tan olib bag'riga bosdi.
Oldin faqat otam edi, endi onam ham bo'ldi. Ana endi bu narsani даже hozir men bilan tengdosh, deyarli tengdosh bo'lgan ukam boshdan bosh buni hazm qila olmadi. Hozirgacha hazm qila olmaydi. Apam o'zini taqqoslab keldi, nima men katta bo'lib to'xtab buni aytgan bo'ladi hovlida. Hozirgacha biron nima konflikt bo'lib qolsa, kimni oilasida konflikt bo'lishidan qat'iy nazar, oldinlari otam ham men apokasini uyidagi konfliktlar hal qilib kelsa, hozir mana shunaqa vaziyatda bo'lib qolganman. Apamkini ham konflikt hal qilib keladigan, ukamkini ham, singlimkini ham. Qaysi rol bu? Qahramon rol. Ha, ana shunday bo'lib qoldim. Qutqaruvchi qahramon. Hozir o'zim ham tushunmay qoldim. Aralashib yomon bo'lyapmanmi yoki men ota-onamni hech kim himoya qilyapmanmi? O'zim tushunmay qoldim. Men ota-onamni qutqarish uchun hamma bilan kurashadigan odamdek bo'lib qoldim. Men o'zim hayron qolyapman shu narsaga. Nima uchun ota-onangizni qutqaryapsiz? O'zi qaridilar, o'zi sog'liqlari ketyapti. Ular sizdan yordam so'radimi o'zi? Yordam so'ralmasa ham o'zi ishongan. Biz 3 o'g'il, bir qiz, bir o'g'il, 2 qizimizda. Ukam tomonidan ro'zg'orga moddiy va ma'naviy jihatdan foyda yo'qdi. Endi hozir chetda o'zi bilan o'zi, oilasi boshqa joyda. Damg'alama qo'lib qurishgan, lekin u yerda yashamaydi. Ota-onam kim bilan bitta singlim qaytib kelgan. Apam Izraelda. Ota-onam suyansa bo'ladigan odamni nadежныйligini his qilmayapti. Har safar ketsam, har safar noliydi. Kimdan? Apamdan, singlimdan, ukamdan, ular bolasidan, hammasidan noliydigan sari men darrov davay o'ylamaylar, davay qo'shimcha qilamiz, organizatsiya qilamiz, biron nima hazil, huzur, o'yin, kulgi, davay biron nima yaxshiroq narsa ko'ramiz, ketiga aylanamiz. Shunday qilib, chunki sog'liq asabiylashgan sari sog'lig'i ketyapti. Keyin dadam jismoniy mehnat qilib shu qachon pul topganlar. To'g'ri, yaxshi pul topganlar, lekin pul keladigan joy qilmaganlar. Hozir olmishdan oshdilar. Hali ham ishlamasalar yana xuddi shunday pulsiz qolishlarini tushunib yetib, endi ukam ketgandan keyin вообще depressiyaga tushdilar. Endi o'zlarini ochur his qilyaptilar. Oldin bunday emas edi. Singlim qaytgandan keyin va ukam ketgandan keyin 2-3 yil ichida men bu narsani hazm qila olmayman. O'zlari narsani ilkaraga olganlarda, ularni shuning uchun Nima bo'lsa hazm qila olasiz? Hozir hayotingiz qanaqa bo'lishi xohlaysiz? ilk yashash xohlasizlar, hech narsani o'ylamasdan. Buni hozirda dadamga ham, ayamga ham yaxshi variant, yaxshi ishlashim kerak, yaxshi harakat qilishim kerak, o'zimni va oilamdan tashqari ota-onamni ham yaxshi qilishim kerak. Bu narsani qilyapman. Ya'ni yordam berib turasiz. Ko'nglingiz xotirjam bo'ladimi shu bilan? Albatta, ko'nglim mani xotirjam bo'lishim yetarlicha qilib. Nima bo'lsa yetarlicha qilasiz. To'ladi shu. To'liq ota-onamga biz peshta qilamiz. Bu nima degani? Oylik xarajatlarni to'liq qoplab bera olsam, dadam ishlamasa. Qancha kerak unga? $1000 oyiga ishlatadilar, biz boshdan bosh
dadam yaxshi topganlar, hamma vaqt yaxshi ish topganlar. Yaxshi. Hech avvalmagan. Hamma vaqt xalajilik puli bo'lgan, hamma vaqt aytgan pulimiz aytganida chiqarib bergan. Qiynalib mehnat qilsalar ham bizdan nima desak chiqarib berganlar. Kimdir shuni to'g'ri qabul qilib, imkoniyatdan foydalandi. Kimdir esa shunga ota-ona majbur deb oxirigacha обеспечить qilishlarni xohlaydi-da. Keyin bir kun talashlar bo'ldi. Singlimni ukamni janjal qilibdi, dod beribdi. Sizlar nima haqlaringiz bor bularga dodlashga, ovozing baland chiqishga? Nimaga bular sen bilmaysan, sen bunday debdi. Yani nimaga mana nisbatan bular dodlamaydi, urushmaydi, so'kmaydi? Sababini o'ylab ko'rganmisan? Stop. O'shandan keyin jim bo'ldi. Ikkalasini ham urushdim, talashdim. Ota-onamga to'g'ri men nima uchun aytdim bilasizmi? Doim yerda men qo'ldan bergan qush to'ymas. Men ular to'liq обеспечить qila olmasligimni tushunaman. Chunki o'zim ham uchta o'rdakcham bor. Yo'nalish tushuntiryapman. Mana shu yerlaringiz bor, soting, pul keladigan joy qiling dedi. Kimgadir muhtoj bo'lib yashamang. Biz berilgan pulga siz aytgan narsani barvaqt olasiz. Ortlaysiz. Biz opshib o'zimiz ravo ko'rib hamma oldi sizga shu narsani sovg'a qilmaymiz. Adabam topgan pullarini erta hozir orzu havaslarini qila oladigan darajada pullari bor lekin ishlatmaydilar, sabab ertaga men boqadigan odamim yo'q degan xayolda u narsaga jur'at qila olmayaptilar. Na bor narsalardan foydalanyaptilar, na oldinga qadam tashlab ulardagi hayotdan motiv o'lganini ko'rib, ular har kun qilishga harakat qilaman. Xursandman ketgan kuni hazil huzur o'yin qilib mana kecha ham bu anamni qilmagan sababi fokusimni ota-onamga qaratishim kerak edi. Hazırlaştık, oynadik, kullik, hammasi joy-joyda. Yaxshi o'tirdilar, kuldilar, ketdik. Ertasi kuni yana men ketdaman. Har kuni keyin yana telefon bol, yaxshimisan, jonim og'riyapti, u bu hamma narsa yana eshitmay hayotdan qandaydir motivlar yo'qdik. No, motivlar yo'qligiga sababim bor-da. Sabablar bir emasda, bir nechta sabablar bor. Har safar ketsam, bu narsalarni har bitta bor narsalarini, motivlarini aytib, shunday bir narsa bor, shunday bor deb kelaman. O'sha paytda o'zlariga o'zlari xursand bo'lib qoladilar. Nima deb o'ylaysiz, dadangizlar, ayangizlar nimadan qaysi biri xafa bo'lganliklar sizga ko'proq azob beradi? Ukam ketganidan, singlim qaytib kelganidan juda qattiq. Noto'g'ri xato qildik deb o'ylaydi. Uni qabul qilish uchun ular nima qilyapti? Hech narsa. Balki ularga o'sha kerak emas-ku qabul qilish. Gapirib hozir 1 yil, 2 yilda bo'lmayni bo'ldi. Men har kuni davlenlar chiqadi, mazalar bo'lmaydi. Har kuni yurak yomon, har kuni qo'ldori bilan hozir bo'lmayman, nestabilni bo'lib bo'lmayni kuni ketadi. Singlim bolachasiga andaman bo'lib kuni ketadi. Yaxshi. Hozir suhbatimizdan nima xulosa olishingiz mumkin? Ham ko'p mas'uliyat o'zimga olayotgan bo'lishim mumkin. Lekin kimdir qilish kerak. Ya qilmang deyilmabdi bu yerda. Qiling. Qila olmasangiz-chi? Qila olmayotgan bo'lsangiz-chi, unda nima qilasiz? Ya'ni harakat qilaman.
Yaxshi. Zo'r. Keling, siz bilan qoidalar yozib olamiz. Sizga vazifa beraman. Vazifa shunchaki uyga borasizda yozib olasiz. Birinchisi, uyga borib yozasizda, siz hozirgi vaqtda hozirgi qilayotgan harakatlaringiz sizga nima beryapti? Nimani his qilyapsiz, nima beryapti? Ikkinchisi esa nima qilishingiz mumkin? Keyinchalik hayotingiz yaxshi bo'lishi uchun-da. O'zingiz uchun. Ikkita narsa. Bugungi suhbatimizdan olgan xulosalaringizni yozib kelasiz. Chunki men siz bilan bugun tanishdik biz. Keyingi terapiyadan o'zi chuqurroq qarashni boshlaymiz. Charchamang. Kimda savol bor? Sabinapda kofe anaqa qilasizmi? Achchiqroq. Kelala. Shunaqa savol bilan endi qachon kelay? Yo, aytasizda, siz bilan yana biz ertadan keyin ko'rishamiz, vazifalar bajarib ertadan keyin kelasiz. Ertadan keyin ertasi bormi? Ertatsa ham bo'ladi. Vazifa bajarishga qarab bizda Nilufar bajaradi. Lekin men shunday qilyapman haqiqatdan. Vazifalar bajardim. Tayyorgarligim bo'ladi-ku baribir. Da. Men bajaryapman deydi. Nimalar qilasizman? Keyin aytadi, erim bilan munosabatda nima bo'lyapti? Ota-ona bilan ko'proq anaqa qilyapman. Ular munosabatni yaxshilashga. Yaxshi. Hozir shu faqat mana shu narsa qiziqda, например. Killer birinchi qo'l, например, mana o'zi killer. Diagnostika qildingiz. Aniqladingiz, masalan, nima azob beryapti bu kishi, например, shu narsani aniqladingiz, например. Gaplashdingiz shuncha. Keyin nima deysiz? Belgilab qo'yasizki, necha kun keladi, bular qachon qilasiz bu narsani? 3 kun yetadi bu kishi. Shu masalasi 3 kun yetadi. Yo'q, qanday aytasizmi o'zingiz? 3 kun kelishingiz kerak bular. Va kelolmaman deyish mumkin masalan. Mayli kelolmasa o'zi bilan. Yo'q, masalan, shu odam puli bo'lmasligi mumkin. O'ziga xohlabdi, lekin puli bo'lmasligi mumkin. Yo, yordam qilaman. Yordam qilasiz? Yo'q, qilish kerakmi shunday yordam? O'zingizga to'g'ri kelayotgan holatda-da. Ha, keyin qarang. Siz shunday qilingki yordam, erta u bilan mazza qilib ishlashingizga hech narsa xalaqit bermasin-da. Va o'zi xohlamaslik qilmasin demoqchisizmi? Ha. Keyin qarang, hozir bu kishi chiqib ketayotganda 3 kun kelasiz deb aytasizlar. Hay, soatdan keyin qanday Erta qizlar yozib ketasiz deyman. yozib ketasiz siz. Kelgandan keyin men o'sha matsa tanisiz, odam masalasi odamingiz ko'pki. Tanisiz. Keyin o'tirgandan keyin nima deysiz? Vazifalar qildingizmi deysiz? Siz qanday sizda bo'ladi bu kishi vazifa? Yozib qo'ygan. O'zi yozgan bo'ladi, o'qib beradi va bu kishiga siniladi. Hozir yozib qo'yaman-da, chiqayotgan vaqt. Bittasi kulgim kelyapti, bitta aytib ketay, mana Shavkat akani izdoshlar o'ylamasizlarmi? Bu Shavkat aka deb o'xshamaydi. Faqat tinmasdan savol bergandan Yo, yaxshi. O'zi Shavkat shu narsaga e'tibor berdim. Shaxsiy rivojlanish darsini o'qidimda. Bir 20 dan 30 ta narsa yozganman. Muncha mana даже o'zim bilan. Har bittasini savolcha, har bittasiga o'zim javobcha topib, o'zimni ochishim kerakligi haqida. Bitta. Keyin savollarga javob beraversangiz, keyin ochiladi. Keyin например, kella bu kishi ertasi kuni. Keslas. Keling tayyorlanib keldim. Keling. Детский travma ishlamadi. Hozir endi-da so'raganimda. Endi bu bilan bir soat o'tirishim kerak bo'ladi-da. Детский travma bor-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasdan keldingiz. Xo'p, siz bilan kechagi suhbatimizdan keyin nimalarni his qildingiz? Og'irlik. Aha. Bir vaqtning o'zida ham og'irlik, ham yengillik. Og'irlik nimada bo'ldi? Xotiralarim esimga tushgan paytda shunday. Yengillikchi? Keyinroq kelishim kerak yo'q. Biz kishi bizdan Balkim yo'q. Shu ayb. Keyin yana qarang. Keyin qizlar yana diagnostika qilaman, nimadir qolib ketadi-yu. Yana bolaligini so'ramashmi? Bolaligini so'rashi mumkin. Ket. Детский travma borda, детский nima deb uchta narsasini. Men o'zimcha uchta narsa ko'rdim, men to'g'rimi, xatomi bilmadim. Nimalar? Masalan, mana aytibdi-ku, men debdi, meni sevishgan, Malades. boshqani sevmadi. Bu men ko'proq majburman
qildi. Shu qarzdorlik bo'lsa men majburman dedi. Keyin solishtirish deyapti. U masalan bolalikdan ham solishtirilganda ana ular o'shanda ham shu travmasi u hozir bu boshlab solishtirish. Faqat yoshligidan o'zi opasi aytgan. Bugungi darsimiz hisobga o'tmaydi. Tushundingizmi? Opasi nimasi ukasi aytgan bo'lishi mumkin. Sen unday debdi, shunaqanda o'sha boshlangan boyagi nimasi solishtirish birdaniga hozir bu boshlab qolmaganda bolalikdan bor. Uchinchisi Men sizlarda borki, bunday narsada mana bitta chiqib, sizlar Nilufar men savol beryapti-ku. Mana shu to'ldiraveradi. Savol beringlar ko'proq. Tushundingizmi? Mana siz o'z nima sizda qayerda qiynalyapsiz? Men chunki sizlarga borki, nima berishim ham aniq qilmayman-da. Tushundingizmi? Men o'z xayolimda sizlar o'sha yozdirdimki, o'sha sizlar buni bilasizlar degan xayolimda bor-da, shuncha. Balki u noto'g'ri tushunchadir. Ustoz, lekin hozir bu kishida boshqa chora ham yo'q-da, kuchli bo'lmasa bo'lmaydi-da. Mana shunday tushundim. Yo, bor. Psixolog sifatida uni yo'naltirish mumkin. Uni hamma narsadan qo'yib yuborish mumkin. Bu kishi kuchli bo'lib, Tushundingizmi? Ha. kuchli bo'lish oson, yaxshi bir tarafdan ota-onasi uchun yaxshi, boshqa o'zi uchun qiynalsa bo'ladi bu odam. Tinimsiz og'irlik yuki bilan yuradi bu. Bu hozir da bu mijozlar bilasizlar nima kerak? Bu mijoz chorasi nima? Men bu nima e'tibor beraman? Ishlayotgan vaqtda bu harakat qiladi. Bu mijoz shunaqa mijoz, harakat qiladi, qo'lidan kelmasa o'zini yeb bitiradi. Tushundingizmi? Shunaqa hayvonlar bor tabiatda, ov qiladi, ov qilganda qorni to'ymayotgan bo'lsa o'zini tanasini yeydi. Bu ham shunday, masalan. Tushundingizmi? Bu mijozdan shu narsani olib tashlash kerak bo'ldi. Konsultatsiyada, terapiyada sen to'g'ri, sen kuchli figura, yangi tajriba beramiz Nilufar. To'g'ri, sen juda ham kuchlisan. Men sen harakat qilyapman, tushunyapman. Bu mijozni hayotdagi missiyasi ham shunda-da. Missiyasi ota-onasi qiynalishini xohlamasligi. Keyin ustoz qarang, ana shu paytda mana bu keladi, zifrdan ko'rganda, psixologga kelganda yig'lab ol deyishingiz kerak ekan shu paytda. Jim turasizlar. Jim o'tir, to'g'risi. Yo'q, yig'lab oling, mayli deb qiladi, haqli. Ha, bemalol yo'q. Men kutib o'tiraman. Chiqaramiz. Yashim zo'r yordam beradi. Men chiqaman. Nima savolingiz bor? Majina unaqa Dildora bo'yicha. Nimani tushunmadingiz? Ha. Men shuni Dildora sal o'zimga o'xshab ketdi-da. Menda ham shunaqa ko'pincha ayamam, dadamam, akamam, ukamam, singlimam hamma narsani menga aytadi. Faqat shularni o'zimga to'g'ri keladi. Senga Hammasi shuni. Nimaga masalan akamdan beradi dadamga. Nega so'ramaydi? Nimaga so'ramaysiz? Siz vaqtida boqgansiz, deyman, hech kimdan kam desamchi men orqali so'raladida u pul. Men dadamga tushuntirdim, dada, siz men bolalarimni katta qilsam, agar men hozir rivoyat bilan aytib katta qilyapman. Ikkita dadamlarga shu narsani rivoyat qilib aytib berdim. Ikkita ona, ikkalasi ham ikkita non olib keladi, bittasi bolasiga to'liq beradi, bittasi yarmisi teng ikkiga bo'ladi, yarmisi sen, yarmisi men. Ki hozir men kuchim bor, ertaga sening kuching bo'lganida sen olib kelasang, ikkalamiz teng bo'lib yeymiz deb bittasi o'qitiradi, bittasi esa faqat bolasidan qolgan yeydi. Ulg'aygandan keyin ham xuddi shunday bittasi oldin o'zi to'yib yeydi, keyin onasiga beradi, bunisi esa teng bo'ladi degan narsani men bolalarim shunday singdirib, sizlarda so'rasalaringiz, bularda minnat bo'lyapti, sizlar bularni singdirib katta qilishlaringiz kerak edi deb men dadamga shu narsani aytdim. Bu narsani har safar ketsam agar ba'zida даже ketsam ichsalar, dardi hasrat qilib qolsalar, dada bir narsani tushuntiring. Oti mana kulgilik qilib yoki birovdan yo'q misol qilib, "Axir bugun bulung'ira ketmadim, qarindosh o'g'larimga nimaga?" desam, "Ammo u yerga borsam, bir xil teatr ko'rishdan charchadim.
yoshi kattalar odam bolalarga nasihat qilib, bir hayoti ma'nosini bir rivoyatlar aytib, bir qiziq, bir qarindosh urug'larga yoshligidan bir zavqli vaziyatlar aytib, xursand bo'lish joyi hamma kelib olib ichki o'tmishdagi xotiralarni qo'zg'ab, bir-birini kamsitib, keyin bolachalar, nevaralar ham, nevara kelinlar ham hammasi turadi, o'zini ishi bilan yuradi yoki kechasi 11-12 gacha o'tirish kerak bularni dardi hasratini eshitib, mana bu narsa ma'qul emas. Men u muhitni xohlamayman. Shuning uchun ham bugun bo'lindik. Odatda biz bo'linmasdik. Yo yoqqa ketamiz, yo bu yoqqa ketamiz. Er-xotin birga harakat qilamiz. Bugun bo'lindik. Men ketish xohlamadim degan kunim bo'ldi. Shu kundan boshlab o'zgarish bo'ldi. Har safar kelganimda bu holat уже bo'lmayapti. Amma nevaralar kelib o'tirganidan, dadam nasihat qilib, hayotdan, o'tmishlaridan, yaxshi narsalar ayam bilan dadamda bu o'zgarishlarni endi ko'rdim. Har safar yig'i-so'z qilardilar. Bu foyda berganini his qildim. Har safar shunday ketib, ozgina ularga qayta tug'ildirish mumkin emas, lekin ozgina korreksiya qilib, nimalardir tuzatishga harakat qildim. Men haqmi, nohaqmi hech qachon otamga qarshi ketmayman. Atrofdagilarda ham aytaman, sizlar noto'g'ri qilyapsizlar. Nimaga yo'q deyapsizlar? Bu kunni yomon deysiz, dadang xato qilyapti deb aytishingiz noto'g'ri deb men otam tarafini olaman. O'zlariga ham men sizlar bu yoqda nohaqsiz deb hech qachon aytmayman. Просто rivoyat biron nimachalar o'rgatib shu holatga ukam nima shunday olib kelib o'zingiz qo'ydingiz, kissasiga pul byudjetga kiritdi, shunaqa hamma ro'zg'or 3 yoshda bola bo'lganicha ham обеспечить qilib ro'zg'or o'zim o'tkaraman deb hamma narsani o'zingiz bo'yningizga oldingiz. Mana endi u hali ham tan olish xohlamaydi. Bitta tashlab ketib qoldi, arzimagan narsaga deb ayta olmayman. Dada, nima qilaylik, dada, nima qilaylik? Nima uchun ayta olmaysiz? Chunki bu narsani 100 martalab ayam, singlim aytavergan sari u odam ezilyapti. U o'zini xatosini eshitgan sari azobyapti. U odamga xatosini tushuntirish kerak emas. Bundan keyin xato qilmaslikni o'rgatish. Bundan keyingi xatolarni qilmaslik. Normal. Ne? Bo'ldi, o'tiradi. Ikkinchi kun bo'lmaydi. Hammamiz psixologlar qiziq. Ben psixologman. Assalomu alaykum. O'sha tanishuv, o'sha qoidalar, yozib oldik. Psixolog kelishda maqsadingiz nima dedi Dinar opa? Kelishim maqsadim opam bilan bo'lgan munosabatim og'ir. Qanaqa munosabat? Opam bojret pozisyasida. Opam doim жертва pozitsiyasida. Keyin ko'p qaram shaxs. Doim kimnidir xursandchiligi uchun yashaydilar. Kimnidir nimadir kutib yashaydilar. Masalan, mana ishga boraman. Taksida boraman, lekin gohida tramvayda boraman. Lekin hech kimni tramvayda kelib aytmayman. Hech kim meni tramvayda kelib o'ylamaydi. Masalan, aytmasam hech kim bilmaydi-ku nimada kelgan, nima. Atrof hozir sizni turishiga qarab muomala qiladi ko'pchilik. Endi opam yumshoq tabiatli bo'lgani uchun, ko'ngli bo'sh bo'lgani uchun odamlar ko'p ezishga harakat qiladi-da. Opam bo'lsa shunday boradi-da, "Nima tramvay avtobusda kelib deyiladi." Aytaman, "Apa, siz so'radim, bir avtobusda kelsiz" deb. Keyin mana bu qayerga borsa, opam oldida anavi borda. Masalan, nevara bo'lganlar, boshqa nevara konkurent. Institut o'qidilar, bitta qiz konkurent. Erga tegdilar, yana kimdir bor. Ishqilib har doim oldida bitta negativ odam borda. Masalan, hozir ishga kirganlar, ishlardagi
Mani anavi ustozim meni yoqtirmaydi. Nima uchun yoqtirmaydi? Hammaga mana shu bitta birga o'qiydigan qizi bor, uni yaxshi ko'radi, meni yaxshi ko'rmaydi. Asli nima qilsa yaxshi ko'rish kelsa, yo dedim, men dedim, hammasi menga aytadi-da, unga ana qilmaydi. U nima desa xo'p deydi. Keyin yana nima deylar? Sizni yaxshi ko'rish nima kerak deymanda, yo deylar, mana bu jim o'tirsam, "Voy, dinapam, uncha shovqinlisiz, jim turing" deb aytaman. Hech narsa qilgan bo'lmayman deylar. O'sha siz nima deysiz? Jim bo'laman. Shunda ayting, birdaniga aytish kerak. Men shovqin qilganim yo'q, deyish kerak. Masalan, opam meni yoshi katta, hozir 15 yil pererv bo'lgan, medinstitut o'qiydilar. Medinstitut bitirgandan keyin 15 pererv bo'lgan. Hozir endi ordinatura o'qiyaptilar, birinchi kurs. Endi o'zidan bir 10 yoshlar kichkina bir o'qiyapti. Keyin mana bu hamma narsa studentlar mana shu aytadi. "Ha, siz nima deysiz?" Keyin aytaman, "Ha, sizga deyman, nima 8-martga sovg'ada, yo men hech narsa bermadim. Ana men studentman deb aytdim" debdi, so'rabdi. Sizdan nima ishi bor edi? Masalan, shuncha mana Rossiyada bo'lganlar har mana bunday qilgan sovg'alar bilan. Shularni ayting dedim. Men siz yolg'on aytmang. Masalan, mana shuni bergan bo'lib bergan, men 8 marta bergansiz-ku. Ha, yo deydilar, keyin faqat ana shu oxiri charchab ketdim. Keyin mana bu yoshliklarning faqat kimnidir yomonligini eslaydi. Boyagi nechinchidir soat da. Apa deyman, "Hay, nima qilasiz shuni aytib?" Masalan, men kuchli shaxsman. Mani opam azoblanishda menga og'riq beradi-da. "Apa deyman, balki siz yengil bo'lasiz, lekin men og'riq bo'laman." Nima uchun? Apam mana shunaqa anaqa qilgan ekan, eslayveradida. "Ha" deydi, "Men" deydi, apam to'lacharoq. Nima degan? Kimdir bitta kiyimini arqibdi opamiz. Ko'ylagimsa, "Yo'q, men Dilaga bermayman. U ko'ylagimni rasoq tashlaydi. Mana palonchi ariq shunga beraman" degan ekan. Hay shu debdi. Prosta masalan men ham o'zimni chiroyli kiyimimni bironta sizga bergim kelmasligi mumkin. Asha deganda, "Ey xolam palonchimi" degan, "Taqom buncha" degan. Faqat negativda. Bo'cha hozir ham aytaman, "Apa, ishga boring. Hech kimga nima aytish shart emas. Nima kelgansiz aytish shart emas." Sizga nima azob beryapti? Menga ana shu apamning ana shu gaplar azob beryapti. Apangiz nima uchun bu gaplarni gapiradilar? Apamga rahmi kelgan, hamma rahmi kelgan apamga. Voy bechora. Apangiz rahmini keltirishni xohlaydi, shuncha aytibdi. Ha. Xo'p, uni bilib aytibdimi, bilmasam? Bilmasdan aytyaptimi? Hamma shunday qilib, "Apa deyman, aytmang." Odamlar shunda rahmi keladimi unga? Kelmaydi rahmi, kimni rahmi keladi birovga hozir? Apangiz shuni tushunyaptimi? Tushunmaydi. Mana kecha Tushunmayotgan bo'lsa, unga qanaqa ta'rif berish mumkin? mana shu past kirib olganda shuni chiqarish kerak. Men o'sha birga chiqishni xohlaydimi o'zi? Apamga qulayda shu. Qaysi qulay? Jer pasti hamma rahmi kelish qulay. Jertva pozitsiyasi yana nima deyishimiz mumkin? Ta'rif beraylik apangizga. Qanaqa odamlar gapirayotgan gapini oxirini o'ylamaydi? Apam o'zi sangvinik edi. Hozir sangvinik chappasi bo'lib qolganlar. Farosat nima degani? Farosat bilmayman nima qanday aytiladi. Farosat oqibatini o'ylash, o'zing qilayotgan gapini, qilayotgan ishini oxirini o'ylash. Farosat. Keyin gapirish. Nima farosat? Qanday nima gapirish bilish masalan. O'zini qanday tutish. Kimga nimani nima kiyish, qayerda nima aytish. O'zini qanday tutish, boshqa narsaga munosabat bildirish. Opangiz farosatlimi? Opam farosatli. Opam juda mehribon. O'tdami, silishqim mehribon. Masalan. Opangiz farosatlimi? Opam farosatli deb o'ylayman-u. O'ylayman-u. Hozir o'ylabman-da. Farosatli. Agar menday olayotgan bo'lsa, befarosat kiradi. Men agar mana shunday qilib, qayerda nima deyishni bilmayman. Opangizga shu befarosat bo'lishlik ma'qulmi yo'qmi? Mangami? Opangizga. Opamgami? Nima qanday telefon bo'lyapti? Opamga ma'qul emas o'sha narsa, lekin shuni chiqa olmaydilar. Chiqish uchun nima qildi opangiz? Bilmayman nima qildi. Eri o'lganiga mana hech narsa qilmayapti. 18-20 yil hali erini qarg'aydi. Mijoz nima qilish kerak? Opasini qo'yib yuborish kerak oxiri. Tushunsa, chunki u tuzalmayotgan odam, o'zini tuzatishni xohlamayotgan odam. Agar u o'zini tuzatishni xohlasa, bunda rezultat bo'ladi, zo'r rezultat bo'ladi. Siz esa unga konkret rahmingiz kelyapti. Opa, unga
gaplashayotgan bo'lsa, siz konkret shart qo'yishingiz kerak. Opa, bugundan boshlab siz menga mana bu muammolaringizni gapirmang. Agar muammongiz marta aytaman shuni. gapirmang yoki eshitmaysiz yoki u o'sha muammosiga yechim topsin o'zi. Men aytaman, "Apa, o'sha aytdim. Bir kun yig'lab aytdim, "Apa, aytmang, ana shunday qilmang" debman. Men charchadim. Bo'pti, sizga mazza qilsam, siz mazza, men mazza qilmayman. Ha, meni yomon ko'radi. Men shunaqaman. Siz nima javob berasiz keyin? Sizni kim yomon deyapti? Ha, yomon ko'raman deng. Yomon ko'rib deb sizni o'zga o'zman singil qizim bilan o'tiribmiz, uchamiz. Eslayapti. Apa, hozir esa eslamaymiz. Keyin Dilnura bir chiqdi dedim. Apa dedim, hozir dedim, siz dedim, o'zingiz dedim, masalan, meni qizim oldida o'zingiz dedim, takoy trapka odam, shunaqa ta'sir qildiryapsizmi dedim. Erta bir kun dedim, Dilnura ham sizga holim mumkin ekan shunaqa gapiradimi dedim. O'g'li bilan ham ana qila olmaydi. Men aytaman, odam bolasi bilan maslahatlashish kerak, gaplashish kerak. Masalan, bizda masalan pulni ham aytaman, masalan, qizim, mana shunday problemamiz, mana shunday qilamiz. Bunday qilamiz, lekin uni maslahat so'ramayman. Vat bildiraman-da. Keyin masalan, senga nima kerak deyman. Hozir masalan, opam o'g'li ishlaydi, ana qiladi. Amir qayerda ekan? Ishda. Bilmayman. Nima bilmaysiz? Hozir o'zim gapiradi. Keyin o'g'li pul topib turadi, aytdim, ayangga opam gashtaga pul berdi. Opam qayerdan olibdi? Ishlamaydi-da opam masalan hozir. Nima? Bilmayman dedi. So'rasa mana aytmaydi dedi. Opamdan so'rasam, u menga pulni aytmaydi. Esladim, nima dedim? Hozir dedim, sizlar bir-birlaringga aytinglar, menga pul beringlar dedim. Yo, rostda. Sizlar bir-bilan gaplashinglar, menga pul beringlar dedim. Ro'zg'or qilish kerak, yashash kerak, pul kerak, men ham uy olishim kerak. Ha, anavi nimaga keyin o'tiringlar dedim. Opamga aytdim, o'tirish kerak. Bolam, nima qilamiz? Sen qancha pul olasan? Men yo'limga shuncha kerak bo'ladi. Opangizga bu gaplar kerakmi? Deb tushuntiraman-da. Yo'q, kerakmi? Bilmaganiga aytish kerak kimdir? Yo'q, kerakmi? Bilmaydi opam, kerakda. Yo'q, kerakmi opangizga? Masalan, nimadan chiqolmayapti-ku opam, mana shuni. Tushundim. O'sha opam bolasini katta qilmagan, opangiz o'zini holatini bilaman, bilmayotganligini tushundim men sizni. Opangizga o'sha holatdan chiqish kerakmi, yo'qmi? Opam holatdan chiqish kerak, lekin chiqa olmayapti. Ya, opangiz o'ziga kerakmi, yo'qmi? Chiqaman deydi, ha. Ha, chiqish endi savol, kerak bo'lsa agar chiqish uchun nima qilyapti? Menga deyilib, ha apa dedim. Mana apa nima psixologga yubordim oldingizga bir. Nimani Amirjonga ayting dedim. Pul topsin, bizda yuborsin. Menga dedim, nechta terapiya kerak ekan, buncha xaridim. O pul gap faqat pulda emas-ku dedim. Amirga aytamiz dedim, pul topasga beradi dedim. U ham deb ayasini sog'lom bosh xohlaydi. Undan ko'ra men uni berman, uni olaman. Apa dedim, siz bitta o'zingiz shuncha odam charchatyapsiz. Opangiz uchun Dilnor bu kerak emas. Kerak bo'lgan odam izlaydi. Sizga kerak emas kelyapsiz. Yo'lini topyapsiz. Buni avval ajratib oling. Siz to'q odamda og'ziga ovqat tiqyapsiz majburlab. Men nima qilishim kerak? Men moralni chachib ketyapman opam. Да пошли вы все. Tushunsa, u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bitta uyda yashaymiz-da. Ha, bitta uyda yashayotgan bo'lsangiz, konkret gapirayotgan bo'lsa eshitmang. O'zini holatini uni baribir qaysidir og'rig'ini topasiz baribir. Qaysidir tochkasiga urasiz. Hozir ana qilsam, birdan davlat chiqib ketadi. Deb qotib qoladilar. Bo'laversin. Skoriy chaqiramiz. Ana o'zi yig'layveradi, xonasi chiqmay qoladi. Chaqirmay, skoriy chaqirasizlar. O'lib qolsa-chi opa? Olib ketib qo'ymas. Mazasini olibdimi? Olib qo'ymas o'lsa. Baribir qachondir o'ladi-yu baribir. Yo'qda, endi masalan, men aybdor qolaman. Nimada? Opamni shunaqa sabab bo'lishiga. Qanaqa o'ldirdingiz? Nerv qildirdim. Gapirdim. Nervi chiqilish qilmaslik kimni qo'lida? Opam qo'ldanligini tushunmaydi. Men tilingdan tilgaman. Bo'l. Lekin qolgan masalan o'g'li bor. Siz tushunishingiz kerak shu narsani. Uy unikimi, opangizniki? Opamni uyida. Shuning uchun eshitishga majbursiz. O'sha aytmoqchi edim, nima qilsa haqiqatan bitta uyda yashagandan keyin miyazini. Yo'q, yerda bor-ku, masalan,
Apamni uyi bo'lgan bilan, u yerda meni ham haqqim bor-da. 5 xonali uy bo'lgan, apam 3 xonali uy olish kerak bo'lgan, dadam men ajrashganim uchun 5 xonani bizga berib ketganda, har bir 2 xonasi bor. Apam qaynonalaridan uy berish kerak apamning o'g'liga uy olib qo'ygan, 2 xonali uy beradi. Как бы apam o'sha uyni menga beradilar, berishlari kerak. Men bu uydan chiqaman, shundayda chiqam. Shu uchun men yashayapman hozir bular bilan. Qilay qachon chiqasiz? Yaxshi, siz yaxshi. Hozir masalan, yo'q, bermoqchi emas. U uchun qarang, u apam borish kerak qaynonasinikida. Ular ke dedi ham, yoqqa bu yoqqa suradi. Keyin apa dedim. Masalan, bizda ishlayap ekan, dadamning 40 sotlik yerlari bo'lgan. İşte o'chamiz katalon yashagan uyda ammam eri ajrashgandan keyin bitta o'g'lini asrab olganda shu mahallasida hamma o'sha katta bilan aytib qo'ymasin deb uyni sotib bu yoqqa kelib olganda biz uyimizga shunda qolib ketdi-da. Undan keyin bu ammamning uyi yonib ketdi, eri kundosh yoqib yubordi. Buga qo'ydi. Bizga uy qolmadi-da, berib yubordi-da. Men aytaman, agar masalan ukam qancha qiynalishi uchun dadam bilan ayam ana shuni borib, meni bolam haqqi deb ajratib olganda, masalan, Suroj qiynalmasdi shuncha. Siz ham deyman, boring dedim, hech bormaydi. Apa boring, uyda oling, eri qaynasi o'lib qolmasdan olib oling. Demanda, O'lib qolmasin. yo'q, qaynasam qari kampirda, o'laman deb aytibdi. Desam, keyin apa dedim, siz dedim, shunday qiling o'zga dedim, men bolam haqqini ayirib kelyapman deb ayting. Katta masalan, pochchamni uyi hovlisi bo'lgan, 3 ta magazini bo'lgan, stoloylar hammasini nima o'lgandan keyin pochcham shu o'lgandan keyin bu kunisiga borib, natarsa oyni apamdan qo'l qo'ydirib olganda, chunki zakis-ku. Hammasi otib o'tkazib olgan. Shuncha narsani berib kelib kelyapsiz deb, mana buni haqqini borib ayirib, ikkita masalan o'g'lingiz ham aytadi, "Aya, meni haqqimni ayirib oldi" deb aytadi. Shunaqa qiling, как будто men ularga muhtoj borayotgan his qilyapman. Apam nima qiladi? Masalan, mana pul, men boraman narsani, shuni olaman, chunki men bilaman bu yerda pulim bor-da. Apam shunaqa qilish xohlaydi-da. Ma olish xohlaydi, lekin bu yerda pul yo'q-da. Apa, siz men bo'la olmaysiz. Men bo'la olmaysiz. Men bir kun magazinga borganmiz, 400 ming, 800 ming, 1 million narsa ko'ryaptilar. Men qarab, apam puli yo'q. Nima olmoqchi? Yo'q-da, masalan. Men mana shu pul ishlataman. Masalan, xohlasam deymiz, unda ol deyman, apam shunday mendan ham yaxshiroq bo'lish xohlaydi-da. Xuddi sizlarda, men konkurensiya baribir. Dinarada men yaxshi, men kattaroq, men zo'roqman deb xohlaydi, lekin bu yerda unga anavi fundament yo'q-da apamda. Hozir men keyin jo'natdim, uni ham borib bir narsalar qilib kelib, u ham o'zinosga tushgan ekan, kutish kerak ekan. Bo'ldi, telefon qiling, hozir so'rang uyda. Hozir anavi Amirjon aytib, men borib, ana qilaman nima? Bu uyga ham da'vogarlik qilaman deyapti. Aralashma. Aytib, indamay, nima qilsa, mayli onasi, o'zini bolalari nima qilsin? Haqqini ayirsin ayli. Hozir masalan men bu yerda endi bularni hammasi suvda eshakni suvda o'tkazdim. Ukamni eshak suvdan o'tdi, apam eshakdan hammasi uyli joyli mashinalar. Men uysiz o'tiribman. Apamni mana bu asabiylashdi. Hozir mijozga eng katta og'riq berayotgan narsa apasi bilan bo'layotgan vaziyat. Tushunsa? Bir orasiz so'zchi. Men nima qilishim kerak? Birinchidan, siz nima qilish xohlaysiz o'zingiz? Bilasiz, masalan, men apam bilan mer yashashni xohlayman. Chunki biz bir-birimizga opa singilmiz, bir-birimizni yaxshi bilamiz. Masalan, meni ikkita bolam, apam bitta o'g'li bor. Hay, masalan, o'g'lim 4-5 yilgacha men o'zim uyimga chiqib, hozir masalan bitta odamga ro'zg'or tortish qiyin-da. 2 kishi bo'lish kerak. Apamning ham eri yo'q, masalan, mening ham erim yo'q-da. Shu uchun ro'zg'orda 2 kishi bo'lsa, osonroq tortamiz-da, yaxshiroq nima qilamiz. Apasiz hozir ro'zg'or qiladimi yo'q? Endi hozir qilmayaptilar o'sha. Pul ishlatib bo'ldi hammasini. Men qilaman ro'zg'orda. Buni alohida chiqish variantini ko'rishingiz kerak birinchi o'rinda. Agar apangiz bilan munosabatingiz buzilishini xohlamayotgan bo'lsangiz. Men qanday alohida chiqaman bilaman, uyoq bermasam. Opa sizga har qancha vaqtda gapiradi? Shuni eshikdan kirib keladi. O'lsin, xudo o'lsin, apa, lekin bo'ldi, bu yoqqa kirib kelmasin deyman. Ana shu ahol o'lsin. Shu o'lsin, bu yoqqa kirib kelmasin deyman. Dinara apa kerak. Ustoz mana bitta fikr bildirsa. Yopish qoqib keladi bu. Depressivda apasi? Yo'q, to'xtang. Nima uchun bu kishi aytadi mendan? Chunki baribir ishchi bir keyin vaqtlarda nima qutqaruvchilar bu kishi, hozir bu kishi qutqaruvchi, bu kishi jertva. Siz ham endi jertva bo'ling borib bugun. Siz jertva bo'ling, ha. O'zingizni problema. Xuddi o'sha gap. O'zini ko'rsatib berasiz-da shunda. Ha.
keling aytsa problemimiz bor yo'qmas Dinar opa aytdi ey o'zin ishxonada men bunday charchadim bunday bo'lib dey bering o'sha ishlarda yo'qimdi keyin o'sha boshda og'ritib tashlashsiz keyin aytadiki problema bo'ldi Yo'q aka, o'tiramiz masalan, mana singlim eri bor, gaplashamiz, anaqa qilamiz. Endi singlim eri juda ham mehribon, такой romantik bo'ladi, hamma narsa qiladi. Endi ro'zoda bo'ladi masalan. Nimadir anaqa qiladi. Nima bu unaqa bizga erlar faqat shunaqa erlar tushadi. Ana aytdim debdi. Apa deyman. Tragediyasamay. Ha bo'pti, eri aytibdi. Bo'ldi. Hozir ering bilan gaplashsam bo'ldi. Men hozir aloqani uzaveraman. Bo'ldi, ketdi. Nima uchun faqat bizga shunaqa erlar tushadi? Apa, manga deng. Bizga demang, man deng. Sizga tushgan u. U o'lib ketdi, chirib ham ketdi. O'lganiga 20 yil bo'ldi-da. U chirib ketib qolmay ketdi, u bo'ldi, qarg'ashni bas qiling. Yo'q deylar. Ana bu kuni nima dedim? Ha, apa dedim, nima uchun eringiz o'lganimcha yig'lagansiz dedim. Desam, nima dedilar bilasizmi? Men o'zimni aydor qilganman, u menga uylanib kun ko'rmay ketdi. Yosh o'lib ketdi. U masalan men uni nimasida oshdan odam bo'laman, yosh o'lib ketdi. Endi pochcham 30 yoshdami, avariya bo'ldi-da. Apam 6 oylik bola bilan qoldilar. Endi opam ikkovsi kelishma, opam pochcham tiran bo'lgan. Opam ko'p urgan, juda ko'p urgan. 1,5 yil yashagan bo'lsa ham, opam butun erkak zotidan nima bo'lib ketganda, hozir men shuncha erga tegmayman deydi, kerak emas deydi. Endi juda ham qiyin nimada yashagan, juda yomon urgan opam nimaga qo'llarini qilib nimaga tushib qolgan deb men reanimatsiya olib o'tgandim, 15 kun uxlamasdan ukol dori qilibda. Masalan, bunaqasi ham bor, lekin odam boyagi anada Zohid akani xotinni urishib qoldi, birinchi tarsakini yedirmash kerak-da. Yedimi, keyin yo ko'nishsan yoki yedirmay ajrashib ketasan-da. Shunaqa masalan, u boyagi yomon avariya bo'ldi. Pochcham juda dahshatli avariya bo'ldi. O'zi ham bitta nimani trubasi beyoqdan kirib, eyoqdan chiqib ketgan bo'lsa, o'ta dahshatli bo'lganda. Appa shunaqasi hech o'zi shuni eslar, shunaqa o'lib ketdi, shu azob deb deyman-da, yo'q, rost. Daviram tortdan olib ketinglar, bachlar kesasizlar. Bunotlar shurda bor. Faqat hamma anavi uni men yaxshi, appa sizga nima aloqa bor, kim yaxshi ko'rish? Siz o'zingiz yaxshi ko'ring, yaxshi ko'rmasa yaxshi ko'rmading. Keyin o'zi masalan kecha ham o'zini problema anasini kasalliklarni davolash chiqishini sizlar bu joyda aytaveradi. Masalan, menim opam bilan 1 yoshmida. Apa oyim qarib ketyapti. Apam 82, men 83man. 1 yosh 2 oylik farqimiz. Apam oyim men ham qariyapman. Opasi qarib ketyapti-da, opasiga qarashga, menga ham qarash kerak. Shoshmaysiz. Muammo nimada tushundingizmi? Tushundik. Nima qilish kerak? Tarqalishingiz kerak. Apangizga qo'yib yuboring ozgina. Bu kishi ketmoqchi, lekin uy masalasi. Hozir ketolmaydi. Hozir dastroshni mijoz nima qilish kerak? Shuni ishtibash kerak, o'zlarining pozitsiyasiga o'tish kerak. Shuni Zo'r taktika. Manda ham yo'q qarangda. Bitta kartina ko'zim o'ylayotganda bilasizmi nima kartina? Dinar opa to'xtabdilar, yelkalarida apalari anamni o'qchlab qo'ygan Dinar opani, Dinar opa og'ir yuk bilan yuribdilar. Ana shu kartinadan birdan miyamda karnima bo'ladi, o'sha aytib berganingiz. U bitta emas, bunda bir 10 kishi bor. Bo'ldi. 10 kishi. Tog' bo'lib ketgan. Yashab ketgan. Hammani men sudlashim kerak. Eng qizig'i bu odam o'zi ham yoqyapti-da shu. O'zingizga yo'qib, o'yin qilib yurish opingiz bilan realni yo'qotdi, mana sezdim. Jertva. Yo'q, ustoz. Agar sizga jertva pozitsiyasi yoqmayotgan bo'lsa, siz uni hal qilasiz. Anavi qilaman. Yo, aytaman, apa, keling mana shunday qiling. Masalan, mening opamni juda yaxshi ko'raman. Biz omidda bor. Apam o'ta mehribon. Masalan, shuncha mana kechqurun ishga borishimda apam uxlamay chiqadi, bolamni qarab chiqadi, sonimizni qarab chiqadi-da. Lekin men bunday qilmayman-da. Qaramang deyman. Keyin uxlaganim yo'q, apa qaramang deyman. Men onamga qarashim kerakmi? O'g'il bolang deng deyman. Men shunday qilmayman deyman. Yoki o'g'liga ham shunday aytadi-da, apa unday qilmaydi o'g'lingiz baribir. Shuni qilmang. Nima uchun bunday qiladi opangiz? Mehribonchilik uchun qaytarish kerak. Xohlaydi shunaqa diqqat markazida bo'lish xohlaydi. Ha, shu boyagi aytayapman-ku. Faqat boyagi dinara bo'lgan ro'zg'orda. Bizda masalan men bo'lganman, xuddi men aytgandek men bo'lganman. Men dadamlar hammasi meni baxshi yaxshi ko'rgan, anavi qilgan. Men uspeshniy bo'lganman har doim. Men o'zimni kuchimni yetganman, hech kimga haqqim ayirmaganman. Hozirgacha ham Allohga shukr, men qatla shukr. Hammani joyiga ham qilib bera olaman.
nimalar o'tmagan boshimdan, lekin men yengib chiqaverganman-da. Qaynonam bilan qaynota aytaman, meni ro'zg'orimda yashasangiz siz yarim kun yasholmaysiz, apa, ularni ro'zg'or emasga. Men chiqib ketganman, shunaqa gap, men hozir masalan qaynonam bilan gaplashayotgan edim. Voy dedilar, qanaqa gaplar gapiryapti, apa, tushunyapsizmi dedim. Lekin men o'sha gaplashyapman, sizga u gapni hech kim aytmaydi dedim. Menga shunaqa aytadi dedim. Men o'tiribman-ku dedim, yiqilib qolganim yo'q-ku. Shunday bo'ling. Keyin men opamni ko'meraman. Dinora mana shunday qilgan. Apani aytmay deyman. Apa charchab ketdi. O'g'ilni ham ko'meraman men. Opamni men nimani yaxshi uni yeyib, o'sha Dinora zo'r narsa, masalan, mana shu narsa yoqdi, demak zo'r narsa ekan, Dinora yaxshi qo'ydi. Sizga bitta vazifa berdim, bajaradingizmi? Bajaryapman. Mana lekin effekt beryapsiz. Aytaymi, vazifa qilaman. Qarang, buni ham hozir uyga borasiz. Opangiz bilan qanaqa muomala, opangiz bilan qilayotgan muomala sizga nima beryapti, shuni yozasiz. Og'riq. Nima beryapti munosabatingizda? Munosabatingizda nima variantlar qilishingiz kerak, variantlarni yozasiz. Har bitta variantning oqibatini yozasiz. Tushundingizmi? Hozir men chiqishim kerakligini bilaman. Yo'q, siz avval yozing, keyin aniq bo'ladi. Yo'q, qilib ko'rganman-da. Qilib ko'rganman-da, lekin hozir men chiqa olmayman-da. Chiqsam bitta o'zim torta olmayman. Chiqish varianti yo'q. Bilaman, chiqish varianti yo'q, uni tushundik. Lekin boshqa variantlar bor-da. Yo'q, hozir men alohida uy olib bergan taqdirda ham, hozir chiqsam, bitta o'zim ro'zg'or qiyin bo'ladi-da. Opangiz vaqt qilmayapti-ku hozir uni. Apam she'rcha qiladi-da. Ha, chiqish variantini ko'rmay hozir, lekin boshqa variantlaringiz ham bor-da. Shuni yozasiz. Ko'p narsa qilib ko'rdim-da, juda shu Ko'p narsa qildi, effekt bermadi. Qachon bermaydi effekt? Doimiy qilish kerak natijani, harakatni. 300 marta chaqirdim. Mana apa, birdan aytaman, apa aytmang. Shu birdan apa boshlamang. Yomon aytmabda, apa boshlamang. Keyin oxiri yig'i, sig'i, isterika damlar chiqib ketadi. O'zim shu ssenani chachib ketganman. Mana shu bir xil ssenariy. Bir xil ssenariy apa bo'ldi. Vazifani tushundingizmi? Tushundim, lekin shularni qanday qilaman? Bo'lmayapti. Avval qiling siz. Qilib ko'ring. Avval yozib ko'ring. Bajaring doimiy bo'ladi. Asli sizga effekt degani qanaqa effekt degani 10% emas. Effekt degani 0.1 bo'lsa bu effekt bo'ladi. Shunda opangiz masalan bir haftada hozir 10 kun gapirayotgan bo'lsa, endi bir hafta 9 kun gapirsam bu ham effekt. Shuni deb ataymiz. Effekt deganda to'laqonli yaxshi bo'lib ketdi emas. Unda ishlolmaysiz psixolog bo'lib turib. Effekt bo'lmadimlarki. Ana shuni yopamiz. Qanday aylantirib yana o'sha problem aytarlar, o'sha gapni qaytararlar-da. Ustoz qarangda, Yo, olib kelarlar. Doktorlar, lekin bu kishini ham komfort zonada ruh. Ha, to'g'ri. Komfort zonada. Qanday komfort? Opasi bilan emas-da. Qanday komfort? Yashash muhit. Ha. Yo'q. Meni yashayotgan sharoitim komfort zonam meni, lekin menga men opam kelishini kutgandim-da, ro'zg'or bo'lamiz, birga anavi qilamiz. Obed masalan bo'ldi aytgan hamma narsangiz. Hamma narsangiz bo'ldi-ku. Nima? Aytgan hamma narsangiz bo'lyapti-ku deyman. Yo'q-da. Masalan, biza завтрак, obed, ужинimiz bor edi. Как положено ovqatlar qilinadi. Hozir 2 mahal o'tib qolganmiz. Ovqat qizim qayerda ovqat qilmaydi. Uncha-muncha o'sha men olgan beri opamga qilmaydi, o'g'li bor. Men qilsam qilinadi, bo'lsa qilinmaydi va umuman ro'zg'or izdan chiqib ketganda bizda hozir. Sanki mana bu. Yo, san qilman qilmas. Masalan, shu vaqt turish kerak-da. Va depressivni uxlaydi, tinimsiz. Ona bola 24 soat uxlaydi. O'sha mana mayram kelgan. 24 soat uxlash mumkinmi? Uxlaydi ular. Uxlayveradi, keyin biz yoqqa o'tamiz, nazorat qilishimiz, obed qilishimiz, turib yeymiz, keyin ularni xohlamayman ro'zg'or, завтрак, obed, ужин, masalan, poldnik o'tirib gurung qilishda. Ustoz, qarang, mana shu bu vazifani yordam beradimi? Apamsiz meni hayotim qanday bo'ladi? Bo'ladi. Ana shu ham foyda beradi-da, mana shu ham. Men qanday qilaman o'z opamsiz hayotimda? Yozib ko'rishingiz kerak-da. Yo'q, dinamik shunday. Men qanday bilaman? Tanaffusga chiqib kelinglar, keyin davom ettiramiz. Ma'qul keladimi yo'qmi? Siz yozing prosta. Yozing. Hozir aytganingiz bilan boshqa narsa, yozsangiz boshqa narsa.